Assalamu alaykum, tordagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz Abdushukur Muhammad yozgan Kurash o'lmaydi degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Endi o'qiydigan tema Gilam zavodidagi bala ishchi. Oila dadadan ayrilgandan keyin uyning yuki yana Kurashning zimmasiga tushdi. Kurash bir mezgil ramkaga elingan aynakka gul sizib, uyning iqtisodiy qiyinchiligini hal qilib yurdi. Gerçi bu işte köp pul tapqılı bolmasımı her halda öyünün kiçik çıkımlarının hödüsüdün çıqatdı. 1975-yili küz aylarida Kurash başqalarının tunuşturuşu bilen Taşqı Soda İdarasıga qarashliq gilam zavodiga ishqa tushdi. Bu çağlarda Taşqı Sodaның gilamlari asasen başqa dövlətlərə eksport qilinganligi uchun gilam to'qishqa qattiq talab qo'yilatdi. Şuna u yerga kirib ishlashmi ancha oson emas edi. Kurash 2 haftagacha bir ustamga yordamlashib, shogird bo'lib gilam to'qidi. 2 haftadan keyin ustasi Kurashning gilam to'qishdagi chivarligi, tezligi va tirishchanligini ko'rib, boshliqiga Kurashni rasmiy ishchi sifatida o'zi bilan birlikda gilam to'qishga qo'yishni talab qildi. Boshliq ustaning talabiga qo'shildi. Şunun bilan ular birlikdə yeni bir gilamga tutuş qildi. Odatda ularning maoshi bitirgan gilamiga qarab beriladi. Gilamni qancha tez tushirsa, shuncha tez maoshga ega bo'ladi. Kurash ustasi bilan gilam to'qishda xeyli obdan kelishib qoldi. Ular boshqalarga qaraganda gilamlarni nihoyat tez tushiradi. Ustasi Kurashdan shunchalik rozi edi. Odatda ular gilamni oldidagi gilam nusxasi sızılgan chert yozga qarab to'qiydi. Kuchada gilam nusxalarini sızdigan odam bo'lmaganligi uchun oddiy nusxalardan boshqa murakkab nusxalarning chert yozlarini Urumchidagi va Yaponiyadagi mutaxassislar tarafidan sızilgan edi. Shunga ular chert yozlarga alohida ehtiyot bilan muomala qiladi. Bir kuni Kurash bilan ustasi alohida bir gilam nusxasini to'qiyotdi. Ustasi ehtiyotsizlikdan chiyini chert yozning ustiga to'kitib soldi. Chert yoz qog'ozga sızilganligi uchun choyda ho'l bo'lib, 3dan 1 qismi titilib ketdi. Buni ko'rib ustasining chiroyi tatirib ketdi. Ustasi bu sabablik muassiz qilishi, hatto ishdan haydilishi mumkin edi. Boshliqiga buni demaymi amal yo'q edi. Shu kuni ustasi to'lmi parishon yurdi. Dorini ortiq yavolgandek xomush ko'rinadi. Kechda bir tag'a g'am bilan uyiga ketdi. Kurash ishdan tushib, gilamchilik sexida qilib qoldi. Buzlib ketgan chert yuzni avaylab so'mkasiga soldi va uyiga ketdi. Kechda uyda o'ltirib, chert yuzni qaytadan boshqa qog'ozga ko'chirib sizdi. Buzlib ketgan yerlarni gilam to'qish jarayonida esda qolgani bo'yicha sizdi. Әтісі ішqa beribla yenidan sızılgan chert yuzni ustasiga ko'rsatdi. Ustasi chert yuzni tafsili ko'rib chiqqandan keyin Kurashga qarab hayron qoldi va ko'zlariga yosh elib uni bag'riga bosdi. Yenidan sizilib chiqilgan chert yuz burunqisi bilan o'pmi o'xshash edi. Hech qanday siziqlari tushib qolmagan edi. Bu ish birdamla butun gilam zavodiga pur ketdi. Hatto boshliqlarning quliqiga yetib bordi. Gilam zavodining mas'uli Kurashning chert yuzni qayta sizib chiqqanligini ko'rib, shu kunila uning maoshini 41 so'mga bekitib, zavodning gilam lohiyalash, sizish va tashviq qilish ishxonasiga yo'tkab chiqdi. Yil oxirida Urumchiga kursga avatdi. U yerda boshqa yurtlardan kelgan kasbdoshlari bilan birlikda Yaponiyadan kelgan mutaxassislarning darsini angladi. Tema kelmagan talay. 1976-yildan boshlab Kurash gilam zavodida tashviqot ishlarini jonlantirdi. Zavod ichida tam gazeta chiqarib, ishchilarning ma'naviy turmushini buyitdi. İşten sırtqı vaqtlarda nahiyalik 1-o'rta maktabning san'at gruppasi bilan birlikda soz va naqsha mashq qildi. Nahiya bo'yicha ilib berilgan san'at faoliyatlariga 1-o'rta maktab nomidan qatnashib, o'zining san'at jihatdagi talantini namoyon qildi. Nahiyalik san'at o'makning ishten sirtqi artisti sifatida o'yin qo'yishlarga qatnashdi.
Bu mezgillərdə kurashdagi soz və naqshiga bo'lgan ishtiyoq, rasm və chert yuz chizishqa qaraganda texmi kuchlik edi. Bir kunlarda san'at maktabga kirib o'qishni orzu qiladi. Shunga o'tgan yildan boshlab singlisi Munavvardin kech vaqtlari boshlang'ich maktabning darslaridan boshlab dars eliyotadi. 1976 yılının kuz aylarida Kuchaga Markaziy Millatlar naqshi usul o'mikidan odam keldi. Ular Kuchani qadimgi kusan san'atiga varislik qilgan naqsh usul makoni deb qaraganligi uchun Kuchadan bir qism san'at talantiga ega yoshlarni qabul qilmoqchi edi. Bu chaqda kurashning Kuchada xeyli nomi chiqib qolgan edi. Kucha san'at o'mikidagilarning tavsiyasi bilan kurash Markaziy Millat naqsh usul o'mikidagilar bilan ko'rishib imtihon berdi. Kurashdagi san'at talanti ularning ditiga yoqdi. Ular kurashning qabul qilinganligini uqtirdi. Shuning bilan kurash ular bilan Kuchada bir oydek birga bo'ldi. Mağdıgan kuni yaqinlashganda kurash gilam zavodidagilar bilan xo'shlashdi. Ularmu kurashni yaxshi tilaklar bilan baxit tilab uzitib qo'ydi. Uydagilarmu shodlikqa cho'mdi. Atdiganda yuk taqlarini tingishib berib, ko'z yoshlari bilan xo'sh deyishdi. Mağdıganlar Kucha nahiyalik xalq hukumatining hovlisiga yig'ilgan edi. Mağdıgan avtobus atrofida Markaziy Millatlar naqshi usul o'mikidan kelganlardan sirt nahiyalik hukumatning munosabatlik amaldorlari bor edi. Kuchadan tanlanganlar faqat 5 bola bo'lib, 4 Xitoy, biri Uyg'ur edi. Nahiyalik hukumat amaldorlarining orasida Maarif bo'limining boshlig'i bor edi. U kurashni ko'rib, "Sultonjonning bolasisan?" deb so'radi. Kurash, "Ha" deb javob berdi tuvanchilik bilan. "Sultonjonning og'ir siyosiy masalasi bor. Bu bola borsa bo'lmaydi. Orqa ko'rinishda masal bor oilaning bolalarini Beijingga avazsak, kelgusida masal chiqib qolsa, mas'uliyat bizga yuklandi", dedi Ma'rif bo'limining boshlig'i gapini davomlashtirib. Oilada birdam g'ulg'ula bo'ldi. Nahiya rahbarlari bosh qo'shib bir nimalarni muzokara qildi. Beijingdan kelgan Xitoylarning quliqiga pichirlashdi. Oxirida kurashni qoldirish qarorini elishdi. Kurash yuk taqlarini ko'tarib uyiga qaytib keldi. Oilada onasi Tillaxonni ko'rib, o'zini tutolmay yig'lab tashladi. Tema Aqsu san'at maktabga kirish. Bu ish kurashningmi va oilasidagilarning ruhiga qattiq ta'sir qildi. Ular bu kelmagan talayning sababini kimlarga bog'lashni bilmaydi. Har kim o'zlari bilgancha bir kimlar bilan qursoq urushi qiladi. Ammo bir-biriga deyishmaydi. Kurash yana ishlash qaroriga keldi. Taqdirni ashu gilam zavodiga bog'lanib qolganligiga ishonganda qiladi. Uning ustiga zavod boshlig'ini ustib qo'ydigan chaqda, "Qaytib kelsang seni yana olamiz. Sen bizga lozim" degan edi. Kurash bir haftadan keyin yana ishga bordi. Zavoddagilar kurashning mang'almay qolganligidan allaqachon xabar tepib bo'lgan bo'lsa-mu, sababini kurashning o'z eg'izidan anglashni xohlaydi. Ammo kurash hech nima demadi. Zavoddagilar bir nimalarni qiyos qilishib, kusul dishatdi. Kurash zavod ichida o'zini bir mezgil qulaysiz his qildi. Bir ikki odam bir yerga yig'ilib paranglashsa, xuddi o'zi haqida bir narsa deyishayotganda xuduksirab bearam bo'ladi. Ammo bu holat ancha uzun davomlashmadi. Kurash o'zining ishlariga butun ishtiyoqi bilan kirishib ketdi. U hozir butun gilam zavodining texnik xodimidek bo'lib qolgan edi. Gilam nusxalarining ko'pinchilari uning bekitishidan o'tadi. Kurash hozir ishdan sirt vaqtlarida burunqidek san'at faoliyatlariga o'zini urib ketmisi-mu, ammo biroqla tashlab qo'ymadi. Vaqt yetgan vaqtlarida yanada nahiyalik san'at o'makning ishdan sirtqi artisti sifatida o'yin qo'yishlarga qatnashib turdi. Kechlari singlisi Munavvar bilan birlikda dars o'rgandi. Maqsadi kam qilgan o'qish hayotini mushu usul bilan to'liqlash edi. 1977 yili yoz oylarida kurash uchun yana bir fursat keldi.
Ürümçidin yana Abdunum rayonluq madaniyat nazorati qarmog'idagi naqsh usul o'mikidan odam ilish uchun kuchaga odam kelgan edi. Ammo kurash imtihon berishga jur'at qilolmadi. Алдыңғы qitimliq zarbining dog'lari tig'icha yuragidan butunlay yo'qab bo'lmagan edi. Uydagilarning maslahati bilan Urumchidan kelganlar bilan ko'rishib, bir mezgil birga yurdi. Ularmu kurashning imtihon berishini tavsiya qildi, ammo kurash imtihon berishga ma'qul bo'lmadi. Uning ko'z oldida yanala bir yil ilgirki hukumat binosining hovlisida ko'rgan nahiyaning ma'arifqa mas'ul boshlig'ining simiz, go'shlik yuzi sangilib turardi. Shu qitim ashu chiroy uning baxtiga muz tanga edi. U yilimu ashu o'rinda mazmut o'tirardi. Qonun bo'lmagan yerda odamlarning taqdiri shaxslarning hissiyoti bilan bartaraf qilinadi. Hech qanday yo'lanchiga bo'lmagan odamlar uchun bu o'tkaldan o'tish pilsirat ko'rigidan o'tishdimi mushkul edi. Gerçi hozir madaniyat inqilobining bo'ron chapqulari o'tib ketgan bo'lsa-mu, ammo madaniyat inqilobi mezgilida xizmat qilgan aktivlar yanala ish beshida edi. Vaziyat o'zgargan bilan ularning kallasi o'zgarmagan edi. Gerçi nahiyalik san'at o'makdan kurashni imtihon berishga tunishtirgan bo'lsa-mu, ammo kurash yanala imtihon berishdan voz kechdi. 1978 yili yoz oylarining boshlarida kurash Aqsuga berib imtihon berdi. Arzusi Aqsu san'at maktabida o'qish edi. Uning sodda xayolida Aqsuga berib imtihon berish, kuchadagi amaldorlardan qutulish uchun edi. U taqdirning yana bir qitim boshqalarning qo'lida nobud bo'lib ketishni xohlamaydi. Balkim bu ajdodlarimizning sabab qilsang sivatda suv to'xtaydi degani mushu bo'lsa kerak. Ba'zida o'ylamagan kichik ishlarmi odamning taqdiriga cho'ng o'zgarishlarni elib keladi. Kurashning bu qitimqi urinishi unum berdi. Aqsu san'at maktabining maktabga qabul qilinganlik chaqiriqi pochta orqali bevosita kurashning qo'liga tegdi. Kurash hayajonlandi. Faqat kurashla emas, bütün oila hayajonlandi. Taqdirning qara kunlaridan qutulgandek xushalliqqa cho'mdi. Balki bu kurash o'ylagandek Aqsuga berib imtihon berganning natijasidir. Balkim vaziyat o'zgarib ish beshiliklar insofga kelib qolgandir. Ammo buning javobi hech kimga ma'lum emas edi. Amdiki yo'l Aqsuga edi. Shunday qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mushargich bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.